shahzoda Jahongirning yoniga kir. Meni tushundim. Men shu yerda bo'laman. So'g'lig'i qoldi ekanda. Shahzodamizga qarab tur. Men ertalab kech bo'laman. Hurram. Bu nimasi? Tabib ayol dori berdi. Hozir uxlayaptilar. Nima bo'ldi o'zi, nima qilibdi unga? Tabib ayol siqilgandan bo'lishi mumkin deb aytdi. Nega menga xabar bermadingiz? Sulaymon, Hurram, shu yerdami? Sulaymon tegmang menga. Sulaymon keting, balki bu kasallik yuqumlidir. Keting. Allohim asrasin. Afifa xonim darhol Yahyo Afondiga xabar yuboring kelsin. Amringiz vojib hukmdorim. Hurramim. Ertalab sappasoylik o'zingga nima bo'ldi? Meni ham shuni bilgim kelyapti. Meni nimalar qilishdi o'zi? Bosham. Men kech kelasiz deb o'ylabman. Hozir aytaman, dasturxon tayyorlashadi. Qayerdan kelgansan? Saroyga borgandim. Shoh sulton meni ko'rmoqchi bo'libdilar. Xabar bor. Aytishlariga qaraganda Shoh sultonimizning sodiq xizmatkori ekansan. Menga juda mehr ko'rsatdilar. Men ham rozi bo'ldim. Bilasiz, hammaning yonida suyab turadigan bir sulton xonim bo'lishi kerak, to'g'rimi? Hurram sultonni ham ziyorat qilibsan, nima bo'ldi? Nega borganding? So'roqqa tutyapsizmi meni? Gapir xotin. Sulton xonimga nima deding? Shaxsiy bir masala haqida ma'lumot bermoqchi edim. Nima ekan u?